Bir yigit yoshi ulug' kishidan so'rabdi: ayollar oyoq kiyimidek o'zingga mosi topilguncha almashtirilaveradimi debdi. U zot jim turib: ha, to'g'ri aytasan. O'zini oyoq deb bilgan erkak uchun u oyoq kiyimi, o'zini bosh deb bilgan erkak uchun u toj. Ayol shunchaki inson emas. U tiriklik manbai, u mehr manbai. Qadrini bilganga toj, bilmaganga hech narsa. Shuning uchun ba'zi ayollar yolg'izlikni o'zlari tanlashadi. Chunki u toj bo'lishni istaydi, oyoq kiyimi emas. Kuchli erkaklar ayollarni ayol o'rnida ko'radi. Zaif erkaklar esa kuchli ayollarni yaratadi. Kuchli ayollar esa zaif erkaklarni ko'tarib yurishmaydi. Chunki u suyanish uchun yaralgan. Barcha mas'uliyatni bo'yniga olgan ayollar baxtsiz. Mas'uliyatni his qilmaydigan, mas'uliyatni bo'yniga olmagan erkaklar na ayol, na erkak.